Yo, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek Rahman o'z kanali va bugun bizlar videoyimizda Gren o'ynaymiz. Davay go. To'g'rida juda ko'p video chiqarmay qo'ydim. Umuman to'g'risi vaqtim bo'lmay qoldi. Darslar, boshqa narsalar bo'lib qoldi o'rtada. Kechirim so'rayman albatta. Kechirim so'rayman. Davay Gren'ni o'ynaymiz. To'g'risi men Gren'ni biron marta o'ynab ko'rgan odam emasman. Даже hozir yangi yuklab oldim buni o'zim. Albatta kommentarga yozib o'tasizlar. Bilmaydigan narsalarimni hali aytib o'taman. Ko'p narsalar bilmayman. Gren'ni chunki ko'p o'ynamayman. Давайте уже boshlaymiz. Ikki narsa yo'q. Nima uchun? Nima sekin? Nima uchun unchalik sekin do'stlar? Gren'i yo'q. Nima uchun unchalik sekin? Sekin bo'lmasligi kerak-ku. Shunchaki sekin. Nima bu? Mana shuni akkumulyatorga, shuni akkumulyatorga o'chirib. Nima bu? Drop otish. To'xtanglar, bo'ldi mana. Voy jala, voy. To'g'ri, Gren'ni keladi. Bu nima bo'ladi? Gren'ni to'g'ri o'ynagan yo'q, hali biron marta o'ynab. Bu Gren'ni. To'xtalar, men qanday topanligini aniq tushunmadim. To'xtal, bebas topirlar. Ikkinchi kuy. Nechta kun bor? O'zini ishda bo'ladi. Gren'ni qanday topdim mana hali? To'xtanglar bolalar. Mana shu xonada vanna, to'g'rimi? Bizning xonada vanna. To'g'ridan shu nima bo'ldi? Nima yo'qda bir bola bor. Bu vanna bu. Nima bo'lyapti? Nima chiqildi buncha? Chiqildi. Stopirlar. Do'stlar, men qaramanglar, albatta. O'ynab olmaydi deb o'ylamanglar, chunki to'g'risidan o'ynab olmayman. Gren'ni bir marta o'ynab olman. To'g'risi Gren'ni bir marta o'ynayapman holima. Reklama tugidimi? Tezroq tugasa, bo'ldi. Tugadi reklama. Bas to'g'ri. Men Gren'ni o'ynab ko'rgan odam emasman. Nima shu chakram unchalik sekin anolarimi? Unchalik sekin qimirlash. Yurish sekin, naqadar sekin yurishi. Gren'ni ham shunchalik sekinmi? Hozir bilamiz Gren'ni sekin emasligini. Hozir Gren'ni qayerda? Voy. Gren'ni qayerda? Sondan qiynab. Gren'ni qayerda? Mana Gren'ni. Ko'rayim shu yoqda. Where are you?
Ketsang, jonimni chiqarasan buncha. Demak, bu yoqqa ketdan shundan keladi. Hozir qarab turinglar. 100% kafolat berman shundan keladi. Ay. Muchlik jonimni chiqaradi. Ana. Greennikilar, oy, tiqilib qoldim. Ye, baby. Ajrasın bana tıklık kaldım her yerim yaxshi. Bittagina qoldi agar o'lishimga hozirda. Bittagina qoldi, ko'p qolmadi, ozgina qoldi. O'lishimga ko'p qolmadi-da. Qalay. Ish boshlasam, ish boshla. Ish bochalarkan. Deb yo'q ketdi, sen ilohiy ko'ra xolat. To'xtanglar, eshikni devam. Kelsiz orqamdan vardı. Çıktı. Ne de çıktı. İkimiz açıldı çıktı. Oy. Oy. Qanday qilib yugurib biladimda? To'xtanglar. Ay, iltimos to'xta. Yo'q. Ay, yasiz. Bir narsani yurmadim, ey. Men tushunmadim. Mana grenini tushun. Ko'zlarim qon haligacha. Ko'zlarim qoni bilan uyg'ondim. Ana endi Silvishni o'ynaymiz, davay. Greenni qayerdan bilib turishimiz kerak-da. Greenni ana yerda. Green demak bu yoqqa ketdim, biz bu yoqqa qarab ketamiz. Bu yoqdan keladimi-da? Ketganimdek. Greenni yanga, mana tuta olmaysiz. Ay, tiqilib qoldim. Shuna qilmadi. Nechta sen biladimi? Şurada yok. Bir var bu işin şartmedi. Ne uchun bu yoq qo'yib? Hamma joy qo'shilib chiqqanmi bu? Qani? Qo'ng'iroq chalindi. Nimaning qo'ng'irog'i? Demak, uyoqlar yuribdi. Oy. Nima qilyapman men, ey? Mana do'stlar, bugun 5-kunga keldik. Do'stlar, iltimos kommentariyga yozib ketinglar qani. To'xtanglar, men qaysida nima bor? To'xtang, umuman tushunmadim men green. Qalay. Iltimos. Ajinarsan. To'xtanglar, agarda kelib, hozir mening yonimga kelib, agar shu kravatdagini ko'rsa, ular greendan chiqib ketib, Minecraftga to'g'ri kiraman. To'g'risi, Minecraftga to'g'ri kiraman hozir. Hozir shuni aytsa hozir. Yonimga kelib. Kelmadi. Nima green turibdi o'ynoqda. Qanaqa qildi? Yo'q, bo'ldi.
bildi. Qochib keta olamizmi? Yo'q. Blin. Men do'stlar hozir Minecraftga kirdim. Umuman o'yinni o'ynab bilmadim men. Men ham yer reklama joniga tegdi lekin reklamani qanday qilib yo'qotishning iloji bor? Kommentariyada yozib ketinglar. Давай degan kart ochamiz. Mana qaranglarda endi bu boshqachada. Adini o'zing kayf etib yursan. Hech kim xalaqit bilmaydi bu o'yinda sanga. Mazza yo'q yana shu o'yin. Minecraft yaxshi ko'radiganlar albatta kommentariyaga o'tib plus belgisini qoldirib ketinglar. Albatta greenni yaxshi ko'radiganlar bo'lsa minus belgisini. Agar ikkalasini yaxshi ko'radiganlar plus belgisini qoldirib ketinglar dedim. Ana sahroda yaxshi sahro. Chunki men ana sahroligida to'g'risini aytaman, ana sahroda ko'proq oltin bo'ladi. Ana sahrolikda ko'proq oltin bo'ladi. Men suvlarning qirrasida juda ko'p oltin topardim. Mana shunday juda ko'p oltinlar topib, o'zim oltin topib rivojlanib ketgandim. Buni videoga olmagandim. Shunchaki o'zim o'ynayotgan paytim edi. To'g'risi, sizlar ishonmaysizlar deb. Shunga keyin videoga ham olmadim. Davay bu chiziqlar, oddiy bloklar. Xuddiki bir qasrga o'xshaydimi? Qasrgami nimagadir o'xshaydi. Nimani ishlarami? Ishlar ham bir oddiy blokmikan yoki da bir boshqa narsami? Sekin ekan lekin. Davay ko'raylik ichida nima bo'lar ekan. Oddiy blok. Yana bir narsa sindirib ko'ramiz. Oddiy blok bo'lsa bo'ldi. Bitta oddiy blok. Yana quduqmanmish, quduqman. Shurada quduq bo'ladimi? Seryozni aytinglar, shurada quduq bo'ladimi o'zi? Quduq seni izlayapman bugun osmondan. Osmonda qayerda turadi bu quduqlar? Mana osmonda yer turadi, quduq turmaydi, hey desa. Bir sovuq. Sovuq, issiq. Evi yaqin kamgina qoldi. Do'stlar, bizlar ham oddiy blogerlarga o'xshab, to'g'ri, oddiy blogerlar tez rivojlanib ketadilar. Men oddiy bo'lishi mumkin. Iltimos sizlardan ana shu kanalimda YouTube boshlaganimga 1,5 yil bo'lgan bo'lsa, ana shu 1,5 yildan beri hali ko'pida obunachi bo'lgan bo'lsa 450 tagacha yetkazgandingizlar. Lekin nima bo'ldi? Nima qo'ydi-yu? Men hamma obunachilarimdan ayrildim. Men hozir nimaga kelib qoldim men shunchalik? Bilmayman, men qayerga kelib qoldim? Oltin bor deb kelgandim. Oltin bor deb kelgandim. Mayli, do'stlar, shu albatta keyingi videolarda yozib ketinglar kommentariyada. Kim Granny'ni yaxshi ko'rsa, agarda Granny'ga ovoz ko'p bo'lsa, nasib bo'lsa, Granny'ni 2-3 kun o'rganib, o'sha joylarini ham o'rganib, narsa qilib, keyin Granny'ga kiraman. Albatta kommentariyada yozib ketinglar. Granny'ga ovoz ko'pmi yoki-da Minecraftga? Albatta yana ovoz berishingiz mumkin. Ili kontur videosiga ham ovoz berib yuborishingiz mumkin. Konturga Minecraftga Granny'ga plus Minecraftga plus bo'lsa, Granny'ga minus bo'lsa, ili konturga reshotka belgisini qasib ketaveringlar. Bo'ldi, tamom. Reshotka belgisini qoldirasizlar. Boshqa hech narsa qoldirishlari shart emas. Hammaga xayr, videoni shu ko'rganlar bo'lsa, albatta shu kanalimni tezroq 500 ta qilmoqchiman. Iltimos yordam berib yuborasizlar degan umiddaman. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.